Aksiyani hududidan Family Parkda orqasida birinchi maktabda oldida 9 qavatlik eski domimizni 6-qavatida 2 xonalik uyimiz sotuvga chiqdi. Assalomu alaykum hurmatli mijozlar va hurmatli bizani kuzatib boruvchilar. 2 xonalik 6-qavatda liftlari bor, yangi liftlar qo'yilgan. Umumiy kvadraturasi 52 metr kvadrat. Bu yer ya'ni mehmonxona qo'shimchasiga balkon bo'lyapti. Bu yerda kirish qismimiz, koridorimiz ko'rayotganingizdek kattagina. Bitta родительский spalni tayyor remonti bilan yangi ob'ylar yopishtirilgan. Bu yerda общий sanuzel, ariston mavjud va kattagina oshxonasi. Narxi juda ham arzon, budjetni 5500 deyilyapti. Ipotekaga ham to'g'ri keladi. Kimda kim bank orqali ipoteka qilib olsa, marhamat. To'liq ma'lumotni pastda nomerlar qoldiraman, bemalol telefon qilib aloqaga chiqinglar. Video yoqqan bo'lsa, like bo'lsa, podpiska bosishni esdan chiqmasin. Xayr, salomat bo'linglar.